Assalomu alaykum qarindoshlar. Mushu yil Hidoyat Musojon degan bola ekan. Endi bu bola mushu jihatlarda jiq tirishchanlik ko'rsatadi. Ish kichik, Alloh xohlasa cho'qim mushundaq tirishchanlik ko'rsatsa, o'zining mushu o'rganish jarayonida nurg'un xatoliklarni, xato qadamlarni besib o'tganligini, nurg'un xato so'zlarni qilayotganligini o'zini aytib bir fasohatli so'zlarni o'ttirib qo'yadimi, bu so'z ham to'g'rimi, xatomi demay, o'ylamay gap qilib qo'yayotgan taraflarni asta-asta tushunadi Alloh xohlasa. Tushundi. Biz 50 dan oshgandan keyin tushandik, bildik, o'rgandik. Bizda shu qatmanliq, radikallik beshimizdan o'tgan. Ashundaq radikal bir mijozi xarakterlarda bo'lib olganmi biz bo'lib olgan. Nemishqa ashta bo'lyapti ekanmiz desa, biz o'zimiz e'tiqod qiladigan dinning Alloh tarafidan vahiy qilingan shu kitobini haqiqiy tafakkur qilmay, haqiqiy tushunmay, haqiqiy o'rganmay, shu orqali din degan narsani shu orqali bilib, shu orqali dunyoda din deb o'tirib chiqib qolgan so'zlarni shunga selishtirib, ayirib qaramasdan, shu xalqlarning debagini din deb o'rganib bilib, nurg'un sherik bid'at xurofotning ichida menib ekanmiz. Bizning shu bolaga o'xshash hissiyotga berilib so'zlab ketgan so'zlarimiz bormi desa, bor albatta. Bor. O'zimiz tek tushunmay so'zlagan, boshqalar mushu nim dedi desa, voytang degidek, haqmi tushunmaydek gaplarni bizning qilgan vaqtlarimiz bo'lgan. Mushu bolaning mucho desa, o'zimiz tushunmay so'zlaydi va boshqalarmi mushu nim da'vatida desa, asos jihatdan nim da'vatganligini, to'g'ri xatosini toza arpagini bo'lmaydi. O'zimi bilmaydi, anglayotganlarni bilmaydi nim da'vatganligini. Mushu bola o'zi toza mushu gapini qayta o'zi anglasa, men nim da'vataman, mening demoqchi o'g'lim nima deb o'zim o'ylanib qoladi. Dinni bir millatning vijdoni yo milliy irodasi qo'g'daydigan narsa emas. Dinni shu millatninki din deb haqiqiy Allohning dinini qabul qilgan bo'lsa, mushu Allohning dini deb islom dinini qabul qilgan bo'lsa, islom dinini qo'g'daydigan u millatning vijdoni, milliy irodasi, milliy urf-odati, milliy ruhi emas. Uni qo'g'daydigan narsa mening tushanchamda o'zi iymon keltirgan kitob qo'g'daydi uni. O'zi mening dinimning kitobi mushu. Menga mushu dinimni mushu kitob o'rgatgan. Men dinni mushunindan o'rgangan. Mushuninga muxolif kelgani din bo'lolmaydi, mushuninga uyg'un kelgani din bo'ladi deb shu kitobni asosi o'ringa qo'ygan odam shu kitob bilan dinni qo'g'daydi. Alloh Qur'onni 6200 necha oyat qilib, uni qiyomatgacha o'zgarmaydigan qilib, inson va jin uning o'xshasini keltirolmaydigan qilib, qo'g'dab qilishlik sabab nima? Desa, payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligini shu Qur'on jakolab qo'ygan. Endi Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmagandan keyin desa, shu Odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomga kelguncha shu payg'ambarlarga yetkazgan Allohning dini qayerda desa, shu Qur'onning ichida. Shu Qur'on bilan biz dinni qo'g'daymiz. Milliy irodamiz bilan, vijdonimiz bilan hissiyotga berilib ketib, bu Uyg'urning dini bu, bizning millatimizning dini bu deb unda qo'g'dayolsak, unda qo'g'dayolmaymiz biz. Uyg'urning dini emas, bu Allohning dini. Bu dinga dunyoda nurg'un millat e'tiqod qiladi. Buni qo'g'daydigan narsa nima desa, mening qarashim Qur'on. Qur'on bilan qo'g'daysiz. Qur'onga uyg'un kelayotgan din nomidan o'tirib chiqqan so'zlar Qur'onga uyg'un keladi ekan, Qur'onga o'xshash bir ma'no beradi ekan, ma so'zning markaziy ideyasi Qur'onga o'xshash ekan deysiz, yana shu din shu Qur'on bo'ladi. Bu dinni shu Qur'on bilan qo'g'daysiz. Muhammad alayhissalomdek zotni
Sana biz bu Kur'an'ı nazil qilishdan burun iymon nima, islom nima bilmaydi degan oyat bor. Muhammed Aleyhisselam dinini shu Qur'ondan o'rgangan va Qur'onni din deb yetkazgan. Bu dinni shu Qur'on bilan qo'g'daymiz. O milliy irodamiz bilan, uning bilan, buning bilan. Qur'onni mukammal tushungan chog'da desa, uningdan keyin shuni shu haqiqiy shu Qur'onga bo'lgan iymonimiz bilan, shu ixlosimiz bilan Qur'ondan dalil ilib turib, shu din uchun jon beradigan, mol beradigan bir ruh uningdagi yetiladi. O'zimizning hissiyoti bilan qo'g'dayman deb o'tirib chiqib olsaqchi desa, biz Qur'onni tashlandi qilib qo'ygan bo'lamiz. Asli bu dinni qo'g'daydigan narsa, bu dinni biz nozil qildik, biz qo'g'daymiz dedi Alloh. Bizga qo'g'dashga bermadi. Bizga qo'g'dashga vazifa qilib qo'ymadi. Bu dinni biz nozil qildik, biz qo'g'daymiz. Mana bu Qur'onni biz nozil qildik, mana biz qo'g'daymiz dedi. Qur'onni, bu dinni Alloh o'zi nozil qilgan, biz qo'g'daymiz dedi. Nima bilan qo'g'daydi? Alloh tushib qo'g'dab beramda, shu o'zgarmas qilgan Qur'on bilan qo'g'daydi. Shu Qur'on qo'g'daydi bu dinni. Assalomu alaykum. Tavakkul nima bu boldan keyin kirib qolmang deysiz. Har qanday odam o'zining aqliy tafakkuri va loyiq odamni ustoz tutadi. U bolaning aqliy tafakkuridan ustunroq gapni azmi qilolmagandan keyin, u gapni tushunmagandan keyin shu bolani ustoz tutib, shunikini to'g'ri deb o'ttirgandan keyin endi qanday qilasiz endi? O'sha topda xeyli gaplarni qilyapmiz. To'xtab turar rasman bir yerlarda bir xatolashyaptim demasdan, taq-tuqqi gap qilgan odamni to'g'ri gap qilyotdi deb chiqdi. 6 minutlik gapimni anglab boqinglar edi. 6 minut 11 sekundlik gap qo'ydayman. 1 sekundmi 11 sekund. Shu gap bu. U bir millatga qo'g'dash qo'yib bermadi Alloh bu dinni. Bu dinni biz nozil qildik, biz qo'g'daymiz dedi. Nima bilan qo'g'daydi bu dinni? Alloh o'zi tushib qo'g'damda. Agar tushib qo'g'daydigan ish bo'lsa, Xitoy bu Allohning yaratquchi sifatini inkor qilib, butun dunyoda sen emasman deb, butun dunyodagi musulmonlarni og'ziga qaratib, bizdek bir ixlosmand musulmon millatni dafsanda qilib, o'ldirib, bosqinchilik qilib, ishda qilyotadi. Nimishki gap qilmaydi Alloh uningga? Nimishki gap qilmaydi? U dinni qo'g'daydigan narsani bizga tushirib bergan. Shu qo'limizda Qur'on shu. Uni o'zgarmaydigan qilishlik sabab shu. Biz bu dinni nima bilan qo'g'daymiz? Shu Qur'on bilan qo'g'daymiz. Qur'on bilan qo'g'daganda biz qo'g'dagan bo'lamdik yoki Alloh qo'g'dagan bo'lamdi? Alloh biz nozil qildik, biz qo'g'daymiz deganiga va'da qilib, shu Qur'on bilan Alloh qo'g'dagan bo'ladi. Shuning bilan biz Qur'on bilan qo'g'dagan vaqtimizda Alloh qo'g'daymiz degan oyatga iymon keltirgan bo'lamiz. Assalomu alaykum. Hamidga mushu sizmish Yevropada siz turayotgan yerdimi? Bu yerlik mishaninki Yevropaning millatlari qarasak, Hamidga men mushlar odamda musulmon emas. Ammo bularningmi o'zininki xristian, katolik dinlari ishlangan, protokoliga ishlangan bir necha farqlari bor bularninki. Ama ish qilib ishindi. Ama bular ishongan bilan vataniga kelgan vaqtida men German bilan shu Norveg, German, bu Daniyaliklar jiqchu mening atrofimda ancha nima qo'ymay. Yaqinda bir nechalar askar bo'lib ketdi. Shu urush bo'ldi deganda askarlik talab qilib ketgan bola bor. Daniyalikninki. Ama bular hergiz din nima qilmay turib, o'zining vatanini qo'g'dashni bular bir sharaf deb biladi ekanda. Ama bizning vatanni qo'g'dash ham dinimizda bo'ladi ekan, bu bizning vatanning ichida hamda bu musulmonimiz bor, musulmon bo'lmaganimiz bor. Ama vatanni so'yish bir insonning bir majburiyati emasmi? Buni akilib iymonga yoki bo'lmasa e'tiqodga taqib olish bu qanday bir ish deb o'ylab qolaman-da. Chunki mushadagi yerlik millatlar vataniga kelgan chog'da sen portekis, men kommunist demaydi, u darhol vatanni qo'g'daydi. Bizninkilar bilmayman shu vatanni so'yish masalasida yani jiq bir bilimga ehtiyojimiz bormi? Qanday deb o'ylab qoldim. Assalomu alaykum.
Bir millatning vatanini qo'g'dashga uning e'tiqodi bilan hech qanday munosabati yo'q, diniy e'tiqodi bilan. Hech qanday munosabati yo'q. Hozir dunyoda Allohga ishonmaydigan, Allohning yaratquchi sifatini inkor qiladigan Xitoy o'zining vatanini jon-jahri bilan qo'g'daydi. Hamma millat o'zining vatanini u diniga bog'lamay turib qo'g'daydi. Dinga e'tiqod qilganini qo'g'daydi, biror dinga e'tiqod qilganini, biror dinni e'tiqod qilmaydiganini qo'g'daydi. Budda diniga e'tiqod qilganini qo'g'daydi, xristian diniga e'tiqod qilganini qo'g'daydi. Hammasi qo'g'daydi. Vatanni qo'g'dash, vatanni ozod qilish, vatanning mustaqilligini ozod qilish. Biz musulmon bo'lmasak, shu dinga mukammal choplashmasak, esilmasak, u vatanni qutuldira olmaymiz degan gap emas. Musulmon bo'lmasakmi ozod qilish vazifamiz bor. Biz islom diniga e'tiqod qilmagan davrlardami nurg'un xandonliqlarni qurib, nurg'un niyalarni qo'qitib, shu qo'g'dab, dunyodagi millatlarning ichida eng burun shaharlashgan, eng burun davlat qurgan bir millat. Vatanni qo'g'dashga bir millatning faqatla shu islom diniga e'tiqod qilishi shart qilinmaydi. U vatanni qo'g'dash u boshqa bir narsa, boshqa bir narsa. Bu yerda endi bizning dinimiz endi biz e'tiqod qilayotgan din vatanni qo'g'dashni, millatni qo'g'dashni, chegara mudofaalarimizni qo'g'dashni, tajovuzchini qo'g'lab chiqarishni va uning uchun jon berishni, mol berishni muqaddas bir narsa qilib ko'rsatadi. Bizning dinimiz manda go'zal din. Manda go'zal din. Shuning bilan undan keyin o'zimizning e'tiqodiga bog'lab turib, millatning milliy vazifasini, ya'ni iymonga bog'lab turib, milliy vazifasini, milliy ruhini o'stirish uchun harakat qilamiz. U dinga e'tiqod qilmasimi, vatanni ozod qilyotadigan nurg'unlar shu vatan uchun jon beryotadigan. Lekin endi bizningcha desa, bu dinga e'tiqod qilmasakmi, shu vatanni qo'g'dash vazifamiz bor. Vatanni qutuldira olamiz. Dinga e'tiqod qilmay turibmi, shu vatanni qurg'uni bo'ladi. Boshqalar qanday qurayotgan bo'lsa, qanday qo'g'dayotgan bo'lsa, shunda qilg'ini bo'ladi, bir milliy ruh bo'lsa, shu zimin mening desa. Endi bizning bu dinga bog'lab turib so'zlashimizga sabab nima desa, bir millatning eng ulug' e'tiqod qilayotgan bir dini bizga shu vatanni qo'g'dashni eng muqaddas narsa qilib qo'yib berayotgan bo'lgandan keyin ikkisini bog'lab turib, ham diniy vazifamiz, ham milliy vazifamiz deb so'zlaydigan sababimiz shu.